Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube MRX kanalimizga podpiska bo'lishni unutmang. Bugun sizlar bilan biz inkassator bo'lib ishlaymiz. Qani ketdik. Uning uchun birinchi navbatda Работы bo'limiga kirib, 6-dagi inkassator bo'limini tanlaymiz va inkassator ishiga qarab yo'l olamiz. Mana do'stlar, biz inkassator ishiga ham kelib oldik. Endi birinchi navbatda o'zimizga shay qidiramiz va ishni davom ettiramiz. Mana do'stlar, sherigimizni ham topib oldik. Endi biz birinchi zakazimizga qarab yo'l olamiz. Qanunda ketdi. Mana birinchi zakazimizga yetib keldik do'stlar. Va bergan zadaniyasini bajaramiz. Va oxirida qancha pul berganini hisoblab sizlarga ko'rsataman. Hozir birinchi zakasini bajaramiz. Birinchi zakazimiz 2715 raqamini yozamiz va ikkita sumkani tanlaymiz. Va birinchi zakazimiz bajarildi. Endi biz ishni tugatgandan so'ng sizlar oldilariga yana qaytamiz. Mana do'stlar, biz ikkinchi zakazimizga yetib keldik. Hozir biz ikkinchi zakazni bajaramiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, ikkinchi zakazimizni bajarish jarayonidamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda bajaramiz. 9641 sumkani tanlaymiz. Mana do'stlar, oxirgi zakazimiz. Mana oxirgi zakazni ham bajaryapmiz sizlar bilan birgalikda. Va keyin oxirida qancha pul ishlaganimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, oxirgi zakazimizni bajarib oldik. Endi biz arzimasdagi bankka keldik. Mana shu yerdan pullarimizni yechib olamiz va qancha pul ishlaganimizni ko'ramiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, sizlar bilan birgalikda ishni ham tugatdik. 29000 so'm pul ishladik. Shunga 29000 so'm ishlash uchun 10 daqiqa ham vaqtimiz ketmadi va adminlar pulni bank kartamizga tashlab beradi. Va sizlar bilan YouTube MRX kanal bo'ldi. Hammaga xayr.